Bitta o'zingga savol ber. Telefonda bir kunda telefonga necha soat o'tirasan? Kamida 5-6 soat, kamida. Va yana kelajakda kim bo'lishni xohlaysan degan savolga nima javob bera bilasizlar? Men kelajakda prezident bo'lishni xohlayman deysan. Qanaqa prezident bo'lishi mumkin? Sen vaqtingni jo'ralar bilan o'tkazishga, vaqtingni qizlarning orqasidan yurishga, vaqtingni maqsadsiz kechasi 12-1gacha ko'chada yurishga o'tkazsang, ota-onangga gap qaytarishga o'tkazsang. Nimasi yomon? Hozir yomon emas, hozir kayf. Lekin kelajakda sen yomon bo'ladi. Kelajakda konkret yomon bo'ladi. Kelajakda sen boshqalar, atrofingdagilar muvaffaqiyatga erishgan vaqt, senda hech narsa bo'lmagan vaqtda, sen o'shani tushunib yetasan. Seni uyingda bolang uchun bitta pampersga pul topa olmagan vaqtingda, bolang uchun kashasga pul topa olmayotgan vaqtingda, ayoling bilan normal hayot, o'zing orzuyingdagi hayotni yashay olmayotganligingda ana o'shanda afsus qilasan. Da hozirda shekarmi? Hozir kayf qilib yashabsan. Noto'g'rimi? Yo, bir so'm pul topmaysan. Mana qara, bir so'm pul topmaysan. Svetga pul to'lamaysan, gazga pul to'lamaysan, ota-onangga bir so'm pul olib kelib bermaysan. Qancha mayli, ota-onang sendan pul so'ramayapti. Ota-onang sendan bitta narsa so'rayapti. Nima? O'qish. Bo'ldi. Mana bolam eng zo'ri bo'lishini xohlayman dedi.